Oldinga intil o'g'lim. Kech tushganda shom quyoshi tog'lar ortiga yashirinayotgan bir payt uzoq yaylovda bir sher oilasi dam olayotgandi. Ota sher uzoq va og'ir kunlardan charchagan bo'lsa-da, bolalarning yoniga yotib ularga mehr bilan boqardi. Unga qarab sher bolalari mitti jasur va shiringina Oydin otasining keng ko'kragiga suyanganicha navbatdagi ertagini kutib turgandi. Ota sher chuqur nafas oldi, osmondagi so'nggi nurga qarab dedi: "Farzandlarim, hayotda eng muhim narsa har doim oldinga intilish. Bu tog'lar necha bor meni yiqitdi, lekin har gal o'rnimdan yana turdim. Chunki to'xtagan och qolardi. O'rmonga yashay olmaydi, insonlar ham shunday. Kim to'xtasa orqada qoladi, hatto kuchli bo'lsa ham." Oydin boshini ko'tarib so'radi: "Dada, siz ham yiqilgansizmi?" Ota sher kulib sekin bosh irg'adi. "Ha qizim, men ham yoshligimda ko'p qoqilganman. O'ljaga yetay deganimda ortimga qaraganman. Ba'zida shubhalarim bo'lgan. Maqsadimga yeta olarmikinman o'zi degan. Qattiq betob bo'lganman. Ba'zida yo'ldan adashganman. Lekin har safar bir narsa yodimga tushgan. Mening oilam meni kutyapti. Sizlar uchun, onangiz uchun, singillarim uchun men har doim oldinga yurishga majbur edim. Chunki men oila boshlig'iman, men sardorman, men yetakchiman, boshqa hech kim emas. Mensiz ularning holi nima bo'ladi? Yaratgan meni ularga bosh qildi, sardor qildi. Uning mendan umidlari katta. Meni hali buyuk ishlar kutyapti. Meni oilam bu men." Shuni anglagan holda menga qayerdandir ko'rinmas kuch kelib, meni oyoqqa turishga undardi. Mana shu e'tiqod bilan men doimo yana va yana oyoqqa turar edim. Jasur chuqur o'ylab dedi: "Biz ham katta bo'lsak, yiqilsak turamizmi?" Ota sher bolalarning ko'ziga qarab dedi: "Albatta turasizlar, albatta. Lekin yodda tutinglar, turishga kuch beradigan narsa bu maqsad. Maqsadingiz oilangiz bo'lsin, iymoningiz bo'lsin, halollik bo'lsin. Har qanday kuchli hayvon yiqiladi, lekin faqat dono hayvonlar turib sabo qoladi." Osmon to'la qorong'ilashdi. Shamol yengil esib o'tlar shitirladi. Bolalar ko'zlarini yuma boshlashdi. Ota sher esa yuragida duo qildi. Va osmon uzra bir bulut suzib o'tdi. Unda go'yo shu so'zlar yozilgandek edi: "Doimo maqsad sari olg'a intil."